Alif va hamza. Ko'pchiligimiz ushbu ikki harf o'rtasidagi farqlarni bilmaymiz. Keling, ushbu harflar bilan tanishamiz va bu harflar o'rtasidagi farqlarni birgalikda o'rganamiz. Demak, birinchi alif. Alif harfi yozilish shaklida ikki xil holatda bo'ladi, ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Mana birinchi holati cho'ziq alif, ya'ni buni arab tilida alif mamduda deyiladi. Mana bu shaklda bo'ladi demak. Buni cho'ziq alif deymiz. Endi ikkinchi holati ya harfi shaklida bo'ladi. Buni alif maqsura deb aytiladi arab tilida. Ya'ni ya harfiga o'xshash shaklda yoziladi, lekin alif singari talaffuz qilinadi. Xo'p, alif harfining o'ziga xos xususiyatlari. Alif harfi har doim harakatsiz holatda bo'ladi. Ya'ni biron bir harakatni qabul qilmaydi. Alif harfi so'zning o'rtasida va oxirida keladi va hech qachon so'zning boshida kelmaydi. Va bu alif harfi faqatgina cho'zish, ya'ni mad uchun ishlatilinadi. Quyida ularga mana misollarni o'rganamiz. Mana alif mamdudaga birinchi misol. Aroda. Demak, bu yerdagi ro harfidan keyingi harf alif harfi. Bu yerda cho'zish uchun ishlatilyapti. Va ikkinchi misol. Kataba. Va mana bu endi alif so'zning oxirida kelyapti. Bu ham cho'zish uchun ishlatilyapti. Demak, bu ikki alif ham birinchisi so'zning o'rtasida, ikkinchisi so'zning oxirida kelyapti. Demak, yuqorida aytganimizdek, alif hech qachon so'zning boshida kelmaydi va harakat ham qabul qilmaydi. Endi alif maqsuraga misollarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchisi nawa. Demak, mana bu so'zning oxiridagi harf bu alif bu. Ya shaklidagi alif. Demak, buni biz alif singari cho'zib talaffuz qilyapmiz. Va bu alif maqsura deb ataladi. Va bunga yana misol mata. Demak, mana bu so'zimizni oxiridagi harf bu alif bu. Bu ham cho'zish uchun ishlatilyapti. Biron bir harakatsiz, faqatgina mad, ya'ni cho'zish uchun ishlatiladi. Yana takrorlaymiz. Demak, alif harfi yozilish shaklida ikki xil bo'ladi. Birinchisi cho'ziq alif. Buni arab tilida alif mamduda deb ataymiz. Va ikkinchisi ya harfi shaklidagi alif. Buni arab tilida alif maqsura deb ataladi. Lekin bu ikki xil alif ham talaffuzda, ya'ni o'qilishida bir xil. Faqatgina bu ikki alif o'rtasidagi farq shaklda, ya'ni yozilishdagina bo'ladi. Hamza harfi. Ushbu harf bir necha ko'rinishlarda bo'ladi va barcha harakatlarni ham qabul qiladi. Fatha, kasra, zamba harakatlarini qabul qiladi va hatto sukunlik ham bo'lishi mumkin. Va so'zni boshida ham keladi, o'rtasida ham va oxirida ham keladi. Endi hamzaning yozilish shakllari bilan tanishamiz. Demak, hamzaning yozilish shakllari turli xil bo'ladi. Bir necha shaklda keladi. Ulardan mana birinchisi alif ustida hamzani yozilish shakli va alif ostida hamzani yozilish shakli. Bu ham hamza, faqat buni hamzatul vasliya deb aytamiz. Hamza vasliya. Mana bu shaklda ham demak hamza yozilar ekan. Hop, keyingi shakl hamza vav harfini ustida yozilishi va hamza ya harfini ustida yozilishi. Va hamza demak alohida o'zi satr ustiga yozilishi. Demak, hamza shu kabi bir necha shakllarda yoziladi va mana shu shaklda kelgan hamzalar har doim harakat bilan talaffuz qilinadi. Misol uchun fatha bilan o'qilganida a deb o'qiymiz. Kasra bilan i, zamma bilan u deb talaffuz qilinadi. Va ba'zi o'rinlarda hamza sukun bilan ham bo'ladi. Endi mana bularga barchasiga misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi holati
alifning ustida kelishi. Bunga misol akhadha va keyin alifning ostida kelishi. Islamun va hamza vasliya. Alhamdu va vav harfining ustida kelishligi. Sualun va ya harfining ustida kelishi. Shati'un va satr ustida kelishligi. Ya'ni hamzaning o'zi yakka holatda kelishi. Biron bir harfning ustida kelmaydi. Bunga misol amanu. Mana shu bilan alif va hamza harflari o'rtasidagi farqlarni o'rganib oldik. Bu ikki harfdan har birini o'ziga xos xususiyatlari va o'ziga xos holatlari bor. Bularni ham alhamdulillah o'rganib oldik. Darslarimiz barchamizga foydali va manfaatli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.